Biz Rishton tumanidagi Qayrag'och mahalla fuqarolari yig'inidamiz. Bu yerning aholisi o'zining mirishkorligi bilan dong taratgan. Qishloqda asosan turp, sabzi, sholg'om kabi sabzavotlar yetishtiriladi. Qishloqqa kiraverishdan mana bunday qoplar uyumiga ko'zingiz tushadi. Sababi yaqindagina hosil yig'ishtirib olingan va ular sotuvga hamda zaxiraga tayyorlanmoqda. Sabzavotchilar qishlog'iga kirib borar ekansiz, mahallaning har qayerida sovuqdan pana qilish maqsadida o'rovga olingan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yoki shunday mahsulotlarni yuvib qoplayotgan aholini uchratasiz. Keyinroq sotishni maqsad qilgan dehqonlar mahsulotlarini saqlovga olishgan. Hozirdan daromad olishni boshlamoqchi bo'lganlar bozor taraddudida. Davronjon G'ofurov 12 yildan buyon dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Bu yil 12 gektar dehqonchilik qildik. Turib, shalg'am, qizilcha sabzi ekdik. Turuplar gektaridan 40-50 tonnadan hosil berdi. Shalg'omlar 30-35 tonna. Qizilchalar ham 40 tonnani atrofida. Davron aka singari qayrag'ochlik mirishkorlar tomonidan yetishtirilayotgan sabzavotlarning narxi, ayniqsa qishloqdan ulgurji olib ketish narxi anchagina arzon. Turuplar ulgurji narxlari 1,5 ming, 2 minggacha. Ichki bozorlarimizda aslamlar shu 1,5 ming beriladi. Qizilchalarimiz ham shu narx, sholg'omlar hammasi pashti bir xil narx. Sabzilarni endi xaladelnikka qo'ydik, sal keyinroq saqlab bozorlarga chiqaramiz. 10-12 gektar yerda hosil yetishtirish uchun mavsumda 600 ga yaqin ishchilar mehnatidan foydalanamiz. O'g'itlash va boshqa agrotexnik tadbirlar amalga oshiriladi. Yerlarni fermerlardan ijaraga olamiz. Barcha chiqimlarimizdan ortib o'zimizga ham foyda qoladi, deydi Davron aka. Chunki sabzi, sholg'om, ayniqsa turp tosh bosadigan mahsulotlar hisoblanadi. Shu boisdan narxi arzon bo'lsa ham, miqdori ko'p bo'lgani uchun daromad keltiradi, deb qo'shimcha qiladi mirishkor. Qishloqda yetishtirilgan sabzavotlar asosan Toshkent va Samarqand bozorlari yetkazib beriladi va qo'shni respublikalarga eksport qilinadi. Qozog'istonga, Qirg'izistonga, Rossiya Federatsiyasiga sabzi, turp, sholg'om, qizilcha chiqarishib har kuni mahallamizdan 50-60 tonna, 4-5 ta furada chiqib ketyapti. Qayrag'ochda hamma dehqon, oddiy fuqarodan tortib mahalla raisigacha, deydi oqsoqol. Mana o'zim mahallani raisi bo'lib turib 2 gektar sholg'om ekkanman. Sholg'omlarimni yuvib, tayyorlab, muzlatishga qo'ydirib qo'ydim. Xudo xolisa aprel oylariga olib chiqib sotamiz. Katta hosil ko'targan dehqonlar mahsulotlarini muzlatgichlarda saqlashadi. Maqsad bahor oylariga qadar xalqimiz dasturxoniga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish va nisbatan ko'proq foyda olish deyishmoqda qayrag'ochliklar. Nima ham deymiz? Xirmonga baraka dehqonlar.